Anavi kursida o'tirgan odam kim? U bobongiz. Lekin u shu yerda o'ldimi? Yo'q, bu yoqqa yuring. Yuring. Vafot etgan odam mana bu. Unda bu kim? Bobongiz. Unda bu kim? Bobongiz. Ikkita bobom bormi? Yo'q, bitta bobongiz bor. U ham o'ldi. Ey. Voy, unda bu sizni Yo'q, bobongizmi? ikkovi ham bobongiz. Hozirgina bir bobongiz bor dedingiz. Endi esa Bobongiz ikkita bitta, deyapsiz. shunchaki ikkita rasmi bor. Bu o'lishidan avval, bu esa o'limidan keyin olingan surat. O'limdan so'ng Nega tushunmaysiz? Ya'ni o'lganida. u shu uyda vafot etdimi? O'z uyida o'ldi. Bu o'z uyi emasmi? Ha, o'z uyi. Bu yerda odamlar boshqa uyda o'ladimi? Biri bu yerda, ikkinchisi u yerda. Yo'q, u o'sha uyda o'ldi. Bu odam tirikmi? Yo'q, u o'ldi. U qayerda o'ldi? O'z uyida o'ldi. Sizdan bir narsa so'rayman. Yaxshilab quloq soling. Bu odam yoshligida bu yerda Ha? yashadi. Keksayganda esa u yerda. Ha, Lekin ikkovi bir kishi. ha, Ikkovi ham mening bobom. ha, Demak, dadam u yerda o'ldimi? ha, Shundaymi? ha. Shunday oddiy narsani tushunishingiz buncha qiyin bo'ldi. Nima tentakmisiz deyman?